Bu darsimizda biza Telegramdan olgan yoki boshqa bir manbadan olgan hujjatlarimizni tahrirlashni o'rganamiz. Bitta hujjatga kiramiz. Mana, razрешить redaktoratga bosib qo'yishlaring kerak bo'ladi. Sizlar mana shu joylarda o'zgartirishlaring kerak. Aytaylik, mana bu joyga boshqa so'z yozishlaring kerak. Misol, mana shu ismni yo familiyani o'zgartirishlaring kerak. Belgilaishlarda ismni mana shunday o'zgartirasizlar. Yoki mana bu yil bo'lsa, shuni ustiga olib borasizlarda 2023-yil. Men o'zimnikini qilaman, faqat boshqacharoq qilib chiqaman bilan. O'zimnikini qilib chiqay. 2023-yil sentyabrdan emas, hozirgi paytda misol aprel bo'lsa, apreldan bizning viloyati Boyovut tumani onlayn kurslar MCJ rahbari shunday qo'yamiz. Mana tug'ilgan yil mana bunaqa bo'lgan bo'lsa, probel bosib qo'yib ham bo'ladi. Probel bosib to'g'rilab qo'yamiz. Mayitga ustiga olib borsang o'zgartirsang bo'ladi. Bu shunday. Mana buni o'zgartirib qo'yamiz, katta harf qo'yamiz. O'zbek ma'lumoti oliy. Ilmiy yo'q. Ustida mana boshqa so'zlar to'g'rilab olsak bo'ladi bemalol. Mana bunaqa yo'q qo'yamiz. Sidovat Boyovut tumani portabiligi yo'q. 2021-yil Guliston davlat universiteti bo'ldi. Mutaxassisligi esa mana probel bilan qisib qo'yamiz. Informatika o'qitish metodikasi. Bunda ham yo'q qo'yamiz. Bu rasmni ham bemalol o'zgartirsang bo'ladi. Agar izvinit risunga chiqmasa, vystavka orqali risunga qo'yib, mana shunga moslab qo'yishdan bo'ladi bemalol. Faqatgina formatga o'tasizlarda положениеga mana buni tanlab qo'yasizlar. Buni esa mana buni tanlab qo'yishlaring yoki birontasini tanlab qo'yishlaring bo'ladi. Mana chekiga olib to'g'rilab qo'yasizlar.